daftarga yozib qo'ysangiz, keladigan pulim bor. Kelishi bilan to'layman inshaalloh. Qarz daftari. Ha, yaxshilik qil, dengizga uloqtir. Baliq bilmaydi, xoliq biladi deyshadi. Xayrli ishning eng yaxshisi ko'z qilmasdan qilgan yaxshilikni yaxshilik qilinuvchi kishining ham sezmay qolishidir. Bunday xayrli ishlarga qarz daftarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Qarz daftari Usmoniylik madaniyatining eng chiroyli yordam berish o'rnaklaridan biridir. Bilgan biladi, juda ham uzoqda emas, balki yaqin davrlarda ham imkoniyati bo'lmagan mahalla fuqarolari mahalladagi do'konlardan narsa sotib olar va kelasi oy boshida to'lov qilish sharti bilan qarz daftariga yozdirar edi. Bu qarz daftarining nomi Usmoniylik davrida Zimem daftari deb nomlangan. O'sha davrda o'ziga to'q kishilar, ayniqsa Ramazon oyida oddiy kiyimlarni kiyib olib, mahalladagi do'konlarni aylanib yurishardi. Assalomu alaykum og'a. Va alaykum assalom. Qarz daftaringiz bormi? Bor og'a. Necha varoq? 30 varoqcha og'a. Daftardagi jami qarzlar to'plansa qancha chiqadi? Taxminan 450 aqcha chiqadi og'a. 450 aqcha, ha? Yaxshi. U varoqlardagi hisoblarni o'chirib yuboring unda. To'xtang, shu daftarni taroziga qo'yingchi. Yetadimi? Yetadi. Ko'nglimizga shifo bo'ldi. Alloh ihsoningizni qabul qilsin barchamizdan. Hadisi sharifda aytilganidek, o'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmasin. Qarzlarim ancha ko'payib ketdi. Pul bo'lmasa hech narsa bermayman desa nima qilaman? Assalomu alaykum Osim afandi. Men haligi nima kerak edi, Hanifa singlim? Non va tuxum sotib olmoqchi edim, lekin umuman pulim yo'q. Bilaman, qarzimiz ancha ko'payib ketdi. Qarzingiz yo'q singlim? Qanday qilib? Alloh razzoqdir singlim. Men oladiganimni olib bo'ldim. Hech kimni qarzi yo'q do'konimdan. Marhamat, nima xohlasangiz olavering. Yangi daftar ochamiz. Usmoniylikning eng chiroyli odatlaridan biri bo'lgan qarz daftari bizlarga juda ko'p narsani o'rgatuvchi odatdir. Chiroyli axloq, yordamlashmoq bizga otalarimizdan meros qolgan qiymatli xazinadir. Bu kabi chiroyli odatlarni bardavom qilishga barchamiz birdek mas'ulmiz. Hazrati Mavlononing aytgani kabi, ichimizni tashimizdan ko'ra ko'proq bezataylik. Zero tashimiz xalqning, ichimiz haqning qaraydigan joyidir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان